Yuragingizni 10 yilga yoshartirmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi qoida, kuniga kamida yarim soat piyoda yurish kerak. Ikkinchisi, tuzni kamaytiring. Chunki tuzni yuklamasini ko'p bo'lishi qon bosimini oshiradi. Uchinchi qoida, uyqu kamida 7 soat bo'lsin. Kam uyqu bo'lishi yurak qon tomir kasalliklariga olib kelishi ilmiy isbotlangan. To'rtinchi qoida, stressdan uzoqroq yuring. To'g'ri, hayotda stress juda ham ko'p, lekin uni boshqarishga harakat qiling. Beshinchisi va eng muhimlardan biri, bu har 6 oyda mutaxassisdan profilaktika maqsadida ko'rikdan o'ting. Bu qoidalar oddiy ko'rinishi mumkin, lekin 80% gacha bo'lgan odamlar bu oddiy qoidalarga amal qilmaydi. Yurak birdan to'xtab qolmaydi. U sizni yillar mobaynida ogohlantirib keladi. Sog'lig'ingizga va yuragingizga ahamiyatli bo'ling. Yuqoridagi tavsiyalarga amal qiling. Yuragingizni 10 yilgacha yoshartirasiz.